Hammaga assalomu alaykum. Amerikada yashayotgan o'zbek kelini bir kunlik vlogi. Nonushtaga asosan ko'proq quymoq pishiraman, chunki turmush o'rtog'im juda ham quymoq yaxshi ko'radi. Turmush o'rtog'im ham mayli 1 yoshga kirgan ikkita qizalog'im ham quymoq juda ham yaxshi ko'rishadi. Ertalabdan vaqtliroq urindim. Amerikaga kelgan paytim farzandlarimiz atigi 4 oylik edi, egizak bo'lgani uchun ham qanday ovqatlantirish kerakligini bilmasdim, chunki meni birinchi farzandim edi. Hozir ancha yaxshi, xohlagan narsani yeyishadi, chunki 1 yosh bo'lishdi, даже shunaqa quymoqlar ham yeyishni yaxshi ko'rishadi. Farzandlarimga shu holicha beraman. O'zimizga bo'lsa qulupnay, banan, malina solib, shokolad bilan, ya'ni Nutella bilan qilsanglar bo'ladi, juda ham zo'r chiqadi. O'shanaqa qilaman. Men bu safar Nutella solmadim, shokoladli sirup bor edi, Hershey'sniki, o'shani surtdim. Lekin baribir ta'mi juda ham zo'r bo'ldi. Sizlar ertalab nonushtaga nima tayyorlaysizlar? Siz ovqatlanmaylik, ko'chaga chiqishimiz kerak edi. Bu yerda bilasizlar, Amerikada bolalarni uyga tashlab ketish mumkin emas. Qo'shnimiz ham, tanishimiz ham yo'q, berib ketadigan, shuning uchun o'zimiz bilan olamiz. Amerikada bolalarni O'zbekistondagidek qo'llaringga quchoqlab yoki yonlaringda o'tkazib keta olmaysizlar. Mashinaga spesialniy korsetka solib, reminlar bilan yaxshilab o'tkazib olib chiqish kerak. Bunga juda ham qat'iy rioya qilishadi. Men korsetka solib joylashtirganimcha уже obeddan bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqdik, chunki oyoq kiyim olishim kerak edi. Ko'ryapsizlar, men hali shtatimda qor erigani yo'q. Qor qalinligini qaranglar, hali ham erimadi. Rost degan magazinga keldik. Men oyoq kiyim olishim kerak edi, lekin men bularga ko'zim tushdi. Qaranglar, qanaqangi chiroyli. Den Valentin o'tib ketgan bo'lsa ham hali narsalar turibdi. Qizlar, esinglardami? Yoshligimda shunaqa uzukchalarim bo'ladi. Sizlarda ham bo'lganmi? Hozir labubu trendiga chiqqani uchun shunaqa labubuli uzukchalar chiqib ketibdi. Bu yoqqa o'tsanglar, shunaqa idishchalar, har xil lapchali, estetichni qaranglar, juda ham menga mana shu juda ham yoqib qoldi. Har xil lapchali, yurakchali qolipchalar bor ekan. Muzla qilishlaring uchun, pishiriqlar pishirish uchun ham juda ham yoqdi. Hammasi pushti, qizil ranglarda. Bu dekoratsiya uchun narsalar qaranglar. Televizorlarning yoniga, tokchalaringga qo'yib qo'ysalar biram chiroyli. Menga yoqqani shunaqa estetichniy bokallar bo'ldi. Kofelar ichishga juda ham chiroyli ham. Rosa ham mana shuni o'zim bilan olib ketgim kelyapti. Juda chiroyli ekan qizlarim xonasiga qo'yishga. Bu yerda hammasi original parfumlar ko'rishinglar mumkin. Женский ham, mужской ham bor. Tommy Hilfiger deysizlarmi? Har xili bor. Amerikada O'zbekistonnikiga o'xshab akkuratniy qilib etiklarini alohida, krossovkalarni alohida taxlamaydi. Hammasi bitta joyda turadi. Menga shu shipakcha juda ham yoqib qoldi. Qaranglar, qanaqangi chiroyli, yoqimtoy. Bu detskilar hammasi. Oyog'im juda ham kichkina, bu yerdan razmer topolmadim. Bu yerdan chiqib Mayerga bordik, Costcoga kirdik. Costcodan produktda qildik. Raspakovkasini kanalimda ko'rishingiz mumkin, qo'yaman. Bu yerdan xohlagan yeguliklarni sotib olsanglar, tekinga ichimlik ichsanglar bo'ladi, xohlagancha bezlimitli. Biz pitsa oldik, sirlik pitsa oldik, qolgan kolbasali, sosiskali. Keyin Costcodan chiqib uyga to'g'ri keldik. Uyga kelib KFC tayyorladim. Biz go'shtli mahsulotlarni, tovuq go'shtmi, mol go'shtmi, hammasini o'zbek magazindan olamiz. Tovuq go'sht olib kelib qo'ygandi xo'jayinim. Shuni marinovat qilib qo'ydim soyavli sousga 2 soatga. Keyin shundan KFC pishirdim. Unga ozgina kraxmal aralashtirasizlar. Ko'plar tuxumga, hamma periferovani tuxumga solib, unini ham kraxmalni ham tuxumga solib birdaniga aralashtirib soladi. Men bo'lsa tuxumga addini, unga addini bo'lib pishirishni yaxshi ko'raman. Shunda oralar ochilib chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Birin-ketin hammasini yog'ga qovurib oldim. KFCga birga bir o'xshab chiqdi qizlar, ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. KFClar hammasini pishirib qo'ydim. Qaranglar qanaqa chiqdi. Buni yoniga sous ham tayyorlab qo'ydim. Ovqatlanib bo'lib, meva kesib yedik. Bizning bir kunimiz shunaqa o'tdi. Sizlarga bo'lsa bye. Obuna bo'lib, like bosish esinglardan chiqmasin.